Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum, hürmetlik mümin Müslüman karındaşlarım. Biz aldığınki dersde ailenin İslam'daki mühimlik hakkında sözledik. Bugün Allah halisa şu toy kılışının mühimliği hakkında sözleyimiz. Aldı olan şunu bilişimiz gerek ki bu dünyada yaşayan her kandak bir insanın iki arzusu buludu. Yer şarada ta kıyametçilik yaşaydıgan ve yaşavatkan ve yaşap boğan insanların asaslık iki arzusu buludu. O iki arzusu bolsa biri dünyada salamet yaşaş. Sağlam salamet yaşaş. İkincisi baxtiyar yaşaş. Hem de qandaq qançaqda hem xatircam hem baxtlik yaşağı buludu. İnsan Allah Subhanahu ve Taala yaratgan mahlukatlar içideki en ulug, en katta, en inçke, en murakkab mahluk. Şunda boğallıqtan Allah Subhanahu ve Taala bu insanı yaratıp şu insanın hem baxtlik hem xatircam yaşaş üçün bir talimatni bizge berdi, şu insanlara berdi. Bu talimat xuddi biz bir üskün setib alsaq, elektronli üskün, şu üskün bilan birga chiqadigan tushuntirishga o'xshaydi. Bu talimat bo'lsa dal din qarindoshlar. İnsan özünü yaxşı görürdü. Özünün mevcutluğunu yaxşı görürdü. Özünün salamet yaşayışını yaxşı görürdü. Özünün hayatının davam kılışını yaxşı görürdü. Eğer insan muş yaxşı görgen işlerinin əməliga assun deydiken çoxum Allah Subhanahu ve Taala bekitpegen muş talimatqa əməl qilish kerak. Allah Subhanahu ve Taala insanların iki dünyada baxtlik xatircam yaşaş üçün 124 min peygamberini əvətib bu talimatlarını insanlara yetkizdi ve peygamberler öz hayatında əməli yaşap bizge köz tüpədi. Şunun için bütün peygamberler en baxtlik kişiler, en baxtlik aile kurgan, muş dünyada baxtlik yaşayan, ahirette hem baxtlik bulduğan insanlar oldu. Muhammed Aleyhisselam'dan keyin ölümalar geldi. Alimlerimiz her xil her sahadaki alimlar insaniyetke baxtlik ve xatircam turmuş ata qilish üçün tirishdi. Men bu bir o'quvchi bo'lish suhbatim bilan Müslüman mümin qarindoshlarımdan ki hem bu dünya hem o dünyada baxtlik bo'lsin deb mana bu darsni so'zlab o'tiribdiman. Endi mushu baxtlik bo'lish ichida biz cho'qim dedik, bizni yaratgan zotning ta'limotiga ko'ra yashashimiz kerak. Shu ta'limatda bizga nima dedi? Qiz yigitlarimiz balog'atga yetgan ekan cho'qim to'y qilish kerak dedi. Dinimiz to'y qilib oila qurishga bizni bak rag'batlantirdi. Nurg'un oyat hadislarda buni rag'batlantirdi qarindoshlar. Chunki to'y qilishda insoniyat uchun, insoniyatning mush yer sharida nasl qoldirib davomlash uchun, bu insonlar ijtimoiy, psixik va fiziologik jihatdan sog'lom bo'lish uchun to'y qilsa nurg'un katta esil maqsad, nishon va foydalarning vujudga kelganligini Allah Subhanahu va Taala bilganlikdan vaqtida to'y qilish bizni buyurdi. Allah Subhanahu va Taala Qur'oni Karimda shunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Va ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum va imaikum va in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi vallahu wasi'un alim. Aranlardaki boytaqlarni, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, o'ylab qo'yinglar. Va shundaqla yaxshi
qul didaklaringlarni ham o'ylab qo'yinglar. Ya'ni qul ostinglarda ishlaydigan, shirkitinglarda ishlaydigan, uyinglarda ishlaydigan, zavutinglarda ishlaydigan kishilarni o'ylab qo'yinglar. Deb butun insoniyatga to'y qilmaganlarni, bo'ytoqlarni, qiz-yigitlarni o'ylashga Alloh bizni bo'ryapti. Ularni to'y qilib qo'yinglar, beshni o'ngshab qo'yinglar. Agar ular kambag'al bo'lsa, Alloh o'z fazli karim bilan ularni boy qildi. Chunki Alloh subhanahu va taolaning fazli karimini ayt kengirdir. Alloh subhanahu va taolo sizlarning manfaatinglar nada buni bilguchidir deydi. Sizni baxtli qilgan saodatman nima baxtli qildi, nima sizni saodatman qildi, nima sizga foydali Alloh subhanahu va taolo buni bilguchidir deydi. Hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam iza khataba ahadun ilaykum, ya'ni iza khataba ahadun tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Agar sizlar dinidan rozi bo'ladigan, axloqidan rozi bo'ladigan odam sizlarning qashanglar qiz so'rab kelsa, siz chuqum uningga qizinglarni beringlar deydi. Agar unda qilmasanglar, fitna fasodchilik zaminda va noyati keng ko'lamli buzg'unchilik bo'ladi deydi. Buzuqchilik bo'ladi deydi. Mana bu Alloh bizga deydi, agar sizlar xotirjam, sog'lom bir yashay desanglar, mushunda qilinglar deydi qarindoshlar. Mushunda qilmasak, mushunga biz hamdam bo'lmasak, hamkorlashmasak nima bo'ladi? Zaminda buzuqchilik, buzg'unchilik, fasodchilik, fitna fasod bo'ladi deydi. Men bir necha odamlar bilan tanishdim. Bu odamlar AIDS virus bilan yuqumlangan odamlar ekan. Bu odamlar yig'lab qo'qshab deydi. Alloh bilan qasamki, biz buzuqchilik qilmadik, zinoyi harom qilmadik, mushta yuqib qoldi, nerdan yuqqanini bilmaymiz deydi. Gipidan bir samimiyat chiqib turdi. Nerdan yuqdi qarindoshlar? Demisim ular hech qanday bir ishni qilmasimi? Lekin ash balo kelsa hammamizga o'xshash keldi. Biz insonlar bir paraxut yashay, bir paraxutda quruqlik qarab ketib boramiz. Ha, yo hammamiz sog'lom quruqlik yetib boramiz, yo tang'ariq bo'lamiz. Voy, men paraxutning ustidam, ostida men cho'kib ketmayman desak bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz o'rtaq kuch chiqarishimiz kerak. Bu insoniyatning yer sharini gullantirish uchun, insoniyat o'zining yer sharidagi vazifasini ado qilish uchun, insoniyatning nasli yer sharida davomlashish uchun Alloh subhanahu va taolo bu to'y qilishni bizga nihoyat muhim farzlar qatorida bekitdi. Shuning uchun to'y qilish faqat oila qurib qo'yish yoki bir nikohni bilan bo'ldi qilish emas. To'y qilish mana mushundoq insonlarning nasl davomlashishi uchun, yer sharini gullantirish, insonlar mush dunyoda baxtli yashash va o'z mas'uliyatini ado qilishga bu to'y qilishning nihoyat muhimligini Alloh bilganlikdan shuning bu bir oddiy ish emas, bir diniy majburiyat qatorida bizga farz qildi qarindoshlar. Hadis sharifda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Allohning so'zini bizga yetkazib shunday deydi. Salasatun haqqun alallohi ay yu'inahum deydi. 3 odam bor, Alloh subhanahu va taolo chuqum bular yordam qil deydi. Shuning birinchisi Alloh yo'lida jihad qilgan odam, ikkinchisi o'zining bir zinoyi haromdan saqlanish uchun to'y qilgan odam deydi. Haromdan saqlanay, yomon yo'lda minib qolmay deb mushtaq saqlanish maqsadda bir islomiy oila quray degan bir odam to'y qilsa, Alloh ularga chuqum yordam qildi deb, mana bu to'y qilishga bizni rag'batlantiryapti qarindoshlar. Mana buni tushungan sahobalarimiz Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday deydi: agar mening 10 kunlik umrim qolgan bo'lsa, ya'ni 10 kunlik o'ldiganim eni xo'kasimi, agar to'y qila oladigan holim bo'lsa, chuqum to'y qilardim deydi. Ali radhiyallohu anhu Fatima onamiz o'lib ketgandan keyin bir necha kundan keyin to'y qilma deb chiqqandan keyin sahobalar so'radi: "Voy, ajab oldirib qopsan-ku" debdi. Agar o'lib ketsam Allohga bo'ytoq holatlan Alloh bilan uchrashishdan qo'rqmaydi dedi. Va bo'ytoq bilan Alloh uchrashishdan qo'rqmaydi deganlik va to'y qilmay, ya'ni to'y qilish sharoiti turug'liq to'y qilmay o'tib ketgan mandaq odamlarningki naqadar bir dinimizda qamlashmagan ish ekanligini sahobalar tushunib, mana mushunday yashagan qarindoshlarimiz. Shuning uchun chuqum to'y qilishga oldishimiz kerak.
Endi men sizlarga oldingi darsimda dedim, to'yqan odam bir ajr savobning bog'chisiga kirib qoldi dedim. Mana bugun mush Alloh subhanahu va taolo to'y qilganlarga nima ajr berdi, qandoq ajrga erishdi, bu haqda to'xtalaman. Endi bu davatgan gap to'yqan odamlar erisha oladi. Siz mayli bir olim bo'ling, mayli bir o'qituvchi bo'ling, mayli bir katta boy bo'ling, to'y qilsangiz ma hozir biz demoqchi bo'lgan ajr savobga erishamaysiz degan gap qarindoshlarimiz. Buningki birinchi hadis bo'lsa, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shu oilaga xashlangan iqtisod haqida mundaq degan. Dinarun anfaqtahu ala iyalik wa dinarun anfaqtahu ala ashabik wa dinarun anfaqtahu ala fi sabilillah wa afdaluha dinarun anfaqtahu ala iyalik deydi. Sen oilangga bir ko'y xashlabsa deydi. Og'illaringga, do'st birodarlaringga bir ko'y xashlabsa deydi. Alloh yo'lida jihad qilish uchun bir ko'y xashlabsa deb Rasululloh. Shuni ichidagi xashlagan pulning ichidagi eng Alloh ko'p ajr berdigini ayolingga xashlaganing deydi qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Ya Allah. Yani balalarımızı eppeyen, balalarımızın bakış için xərcləyən pullarımız, məktəbdə oxuş üçün xərcləyən pullarımız, ayaqlarımızı kiyim eppeyen pulumuz, öyünün çıxımları qalğan pullarımız, Allah yolda cihad qalğan puldumu kat əcr etdirilən pul deydi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Mana muş kat əcrə kim erişidi olsa, toy qılğanlar erişəlaydı qarindaşlar. Bir hadis-i şərifdə Rasul Ekrem sallallahu əleyhi və səlləm şundaq deydi. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. Bir adam özünün ailesiga pul mal chiqim qilibdi deydi. Ana chiqim qilgan vaqtida Alloh rizoligi uchun qilibdi deydi buni. Men Alloh mushundaq oila xashligan pul Alloh rizoligi uchun bo'lgan deb mushtaq bu puli xuddi kambag'al, ojiz, yetim misrlarga sadaqat qandak pul oldu degan gap ashunda ajrlar keldi degan gap qarindoshlar. Ya'ni bunda deganlik bir dada mush oilamni halaldim baqima deb japa tatib, tirishib pul topgan bo'lsa, bu topgan pul jihodning yo'lida ishiltilgan işilt üçün tepilgan puldumı katı pul demek çıkarırlar. Analarımız bal terbiyeleş üçün, muş ailenin bəxti üçün, ailenin xatircemliği üçün tamak etken, na yakkan, kiri yuğan muş capaları xuddi bir cihat meydanında mücahitler hizmet kılgandek bir ecir buldu degan bo'ladi. Manda katta ecir qarindoshlarimiz. Mana bu to'y Allohga bulduğan ecir hamdi. Endi bizningki bir romantik o'ltirishlarimiz bor. Ayollarimiz bilan. Shu o'ltirishimizda ayollarga og'izliq shundaq cho'kida bir tal saysab qo'yibdik. Yoki ayollarimizga kulimsirab bir muhabbat nazarimizdan qarabdik. Yoki ayollarimiz bizga qarabdi. Mushningmi ajr bo'ldi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam deydi: İnneke len tunfika nafaqatan tabtagi biha vajhallah illa ujirta aleyha hatta ma tec'alu fi fami imraatik deydi. Sen Allah rızalығы üçün her qandaq bir nəsini sarf etedikensen, yani pul çıqım, pul xərcləyedikensen, çuqum bunun əcrini Allah'dan alırsa deydi. Hatta ki sen ayalının ağızğı bir lokma taam sep koysan şunun ecrini alsa deydi qardaşlarımız. Ya Allah. Yeni bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Eyyuma raculun nazarat ila imraatihi ve imraatun وأيما امرأة نظرت إلى زوجها نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة deydi.
Her qandaq bir ayol o'zining eriga bir muhabbat nazari bilan qaragan bo'lsa, ya bir o'zining ayoliga mushundaq muhabbat nazari bilan qaragan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bularga bir rahmat nazari bilan qaraydi deydi qarindoshlar. Mana bu to'y qilsak, haloldan ayollarımızga kulimsirsak, ayollarımız bizni kulimsirsa, biz ularga bir muhabbat nazari bilan qarasak, ular bizga bir muhabbat nazari bilan qarasa, Alloh rahmat nazari bilan bizga qaraydi degan gap. Ya'ni bir to'y qilgan odamda bir kuni necha qatam shunda qarash bo'ldi. 1 yilda-chu, 30 yil, 50 yil uy tutganlarda-chu, ya Alloh. Alloh shunda rahmat nazari bilan qaragan odamga chuqum rahmat qiladi. Chuqum Alloh subhanahu va taolaninki rahmatiga erishadi qarindoshlarimiz. Bundan katta ajr savob to'y qilmaganlarga yo'q, to'y qilganlarga bor. Mana bu to'y qilish odat kishi emas. Dal biz ajr savob bag'itsin kirib qolganlar qarindoshlarimiz. Xuddi shunda bag'cha kirsak, bir almini xalsak, o'zib yegandak, ayolimizga, bolalarimiz shunda bir kulimsirab qarasaqlar, bizga Allohning bizga rahmat nazaridan qarashiga erishimiz degan gap. Buni men demadim, Rasululloh da'vatida mu'min musulmon qarindoshlar. Men sizlarning qalbingizga, yurakingizga bu gapni da'vataman. Mana bu shundaq ajr bor qarindoshlarimiz. Yana kelib Rasululloh hadis sharifda mush to'y qilgan yigitning mush to'y qilish bilan bir dinininki yerimi tutadiganligini. Ya'ni dinni dal ikkiga bo'lsak, ya'ni iymonni ikkiga bo'lsak, to'y qilish bilan shuning yerim tutadiganligini degan. Chunki to'y qilmaganlikdan nurg'un buzuqchilik, fasodchilik, nurg'un bir ijtimoiy, psixik, fiziologik chatoqlardan chiqadiganlikdan to'y qilsak mushundaq iymondan sog'lom bo'ldi. Buni to'y qanday ekan qarindoshlar, ko'zimiz haromdan saqlandi, tilimiz haromdan saqlandi, ko'chalarda, u yerda bu yerda daldangishib yurmaymiz. Oilamiz va illiq bolalarimiz bir issiq bolalarimiz va uy kirsak kulib turadigan, choyni qo'yib tamoq etib turadigan, kirimizni yuvib turadigan bir ayolimiz bor. Kirsak voydada bizni kutib oldigan, bizga chaplashib turgan bolalarimiz va mana mush bizni nurg'un yomon ishlardan saqlab qoldi. Demak, dinining yerim mushun bilan to'y qilishlar tutadi deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda "Men razaqahullohu imra'atan solihatan faqad a'anahu ala shatri dini. Falyattaqillaha fi shatril baqi" deydi. Agar bir odamga Alloh bir solih, yaxshi ayolni rizq bergan bo'lsa, demak bu odamning dinining yerimiga Alloh to'liqlab bergan bo'ldi. Qolgan yerimida Allohdan qo'rqsin. Demak, bu solih ayolning to'y qilishning mushundaq dinimizga, iymonimizga mushundaq foydasi borligini mana Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu hadisda deb o'ltiribdi qarindoshlar. Hamda biz bir cho'ng bir damullamlarni, mo'ysifat odamlarni, taqvo, solih, yaxshi musulmonlarni ko'rsak, shularning bir duosini ilib olsak deb ota-onalarimiz sha'atlab palonning duosini olib kelmay deb bordigan. Uylar kirsa qo'ylarni bo'g'izlab, go'zal dasturxonlarni salib duosini olmay deydigan. Ammo to'y qilgan odam Rasulullohning duosini oladi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Rasulullohning duosini oladi. Yani Resulullah'ın duası şartsız icabet. Resulullah şundaq deydi. Rahimallahu rajulan qama minal leyli fasalla ve ayqadha imra'atahu fa in abat nadaxa fi vecihiha al-ma. Yani her qandaq bir er kishi kechisi qopib, o'zi bir 2 rakat namoz o'qib, ondan keyin ayolni o'g'atsa deydi. Qo'pa 2 rakat namozini birga o'qiydi deb o'g'atsa, agar ayoli uyqushlikdan qo'polmasa, yuzigida so'zib o'yg'atsa, bu odamga Alloh rahmat qilsin deb Rasululloh duo qildi. Va shundaqlar bir ayol varkan kechisi o'rnidan qo'pib, o'zi 2 rakat namoz o'qib, erini o'g'itib, qo'pmasa yuzig so'chib, o'g'at birga namoz o'qisa, shu ayolga Alloh rahmat qilsin deb Rasululloh duo qildi. Rasulullohning duosi shartsiz ijobat, ya'ni Allohning rahmatiga erishadi degan bo'ldi. Yani demek Allah rahmet kılsa biz çukum cennet kirimiz. Bu şartsız. Demek üylensek, toy kılsak
Şu şu ayol bizning jannat kirishimizga sabab bo'ldi degan gap. Buningdan ulug' ajr savob nada bordi? Buning to'y qilmaganlar hargiz erishmaydi degan gap qarindoshlar. Mush hadis, mush oyatlar nima deydi bo'lsa, to'y qilayli, oila qurayli deb bizni dinimiz mushundaq deydi qarindoshlar. Endi to'y qanday ekan Alloh subhanahu va taolo berib qolsa farzandlik bo'lamiz. Endi agar bu farzandlarni biz yaxshi tarbiyalasak-chi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shundaq deydi. Man ala ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. Bir adam 3 qizni beqibdi deydi. Ularni yaxshi tarbiyalabdi. Ma kiyimni yaxshilab berib, qo'sig'in to'p beqibdi degan gap emasmi? Qanday tarbiyalash? Yaxshi tarbiyalabdi, axloq o'gitibdi, bilim o'gitibdi, safoliq qilibdi. Va ularni to'y qilib qo'yibdi. Shuning bilan bu odam shunga jannat kirdi dedi qarindoshlar. Falahul janna, uning chuqum jannat bor dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bir ayol qopib, ya Rasululloh, ikkini shunda tarbiyalasichu desa Rasululloh, ikkini tarbiyalasa shunda qolgan. Ham bir hadis sharifda mashtaq bir qiz bo'lib qolsa, shu bir qizni yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qitib, yaxshi axloqli qiz qilib, shuni yaxshi to'y qilib qo'ysa bo'lsa, umi jannat kirdi degan. Endi yana bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Agar bir odam o'lib ketib qolsa, uning mush dunyoda qani yaxshi amallarining hammasi tugaydi. O'lgandan keyin sen yaxshi amalni qilmaysa, shuna daftar sening nomi amallarini yozadigan farishta daftarini qatlab hisobingni bo'g'ib asla ketg'ayri ketadi deydi. İlla min salat. Amma 3 ishning birasi bo'lib qolsa, yana davomli ajr savob yetib turadi deydi. Shuning birisi yaxshi bal tarbiyalab qo'yish deydi. Waladun solihun yad'u lahu deydi. Yani bir salih, imonli, insofli bir balani tarbiyalab qo'ysan, bu bal ya qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, sen duo qilsa, bo'ldi. Shuning ajri sen yetib turdi. Uning o'qigan namozdan, shu balning qilgan yaxshi ishlarining ajri savobidan bir nusxasi sen yetib turdi deydi. Yani bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi qarindoshlar. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Darajatuhu fil jannah. Fayaqulu ya Rabb, anna li hadha? Fayuqalu bi istighfar ibnika lak. Bir odamning jannatlik o'rni ko'tarilib qoldi deydi. Shuna bu odam ya Allah, bu men nadim bo'ldi, bu nim sabablik bo'ldi, men o'lgan tursam, men bir yaxshi qilmasam desa, buningga javoban bu sening balangning sening gunohingni tilab qilgan duosining barakati bilan mushundaq bo'ldi deyildi deydi qarindoshlarimiz. Demak, bu to'yqan odamlar. Xo'sh. Endi bu oila quribdiq, balliq bo'libdiq, yaxshi tarbiyalab qo'ysak, uning ajri, yaxshi tarbiyalab to'y qilib qo'ysak, uning ajri bo'ldi ekan. Agar o'lib ketsak, qilgan duolari, qilgan yaxshi amallarining ajri biz tegir ekan. Endi biz yashab, ballarimiz o'lib ketsa-chu, uning bir ajri bo'ldi qarindoshlar. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shundaq deydi: "Ma min imra'atin tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana lahu hijaban minan nar." Qala imra'atun wa ithnatayn, qala wa ithnatayn. Ravahul Buxoriy. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shundaq dedi: agar bir ayol ekan, bu ayolning 3 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, bu ayol shuning 3 bolasi o'lib ketgan ayol bo'lsa, bu o'lib ketgan bolalari qiyomat kunsi shu ayolning do'zax kirib ketishining bir tusalg'usi bo'ldi deydi. Ya'ni mush bol sababli o ayol do'zax, ya'ni do'zaxi bulab ketgan ayol do'zaxdan qutulib qoladi deydi qarindoshlarimiz. Bir ayol qo'yib ya Rasululloh, 2 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, 2 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, shundaq bo'ldi degan qarindoshlarimiz. Ya'ni demak bu farzandlik bo'lsa, bular hayot bo'lsa asli bizni jannatga kirgizdi ekan. O'lib ketsa asli bizni do'zaxdan xalos qildi ekan. Demak, oila biz uchun jannatning darvozasi qarindoshlar. Bu faqat to'y qilib oila bo'lganlarga erishadigan fazilat. Endi ikkinchisi, yana shu ajrlardan
agar bir ayol Qur'on hadis bo'yicha qarg'ulachi emas, Qur'on hadis bo'yicha Alloh subhanahu va taolo bekitmagan o'lcham bo'yicha eriga itoat qilsa, bu ayolama jannatga kiradiganligi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah." deydi. Dakhalat al-jannah. Har qanday ayol o'lib ketsa, er undan rozi ekan deydi. Men ayolimdan rozi deb, eri rozi holatda shu ayol o'lib ketsa, chuqum jannatga kirdi deydi. Demak, bu kimga bo'ladi? Oilasi va odamga bo'ladi, qarindoshlar. Endi hatta o'ylab baqal qarindoshimiz, ya Alloh, ya Alloh. Hatta mush ayol bilan bir yerga bo'lsa-mu, mushning ham ajr yurdi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. An Abi Dar radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va fi bid'a ahadikum sadaqa. Sizlarning biringlar ayollar bilan bir yerga bo'lsa-mu, buning o'zi bir sadaqat bo'ldi, ya'ni savob bo'ldi debdi. Kayfa ya Rasululloh? Ahaduna ya'ti shahwatahu va yu'jar. Bu qanday bo'ldi ya Rasululloh? Biz o'zimizning eng orzu qiladigan ishini, ya'ni biz o'zimiz bir orzu qilib, o'zimiz talab qiladigan ishni qilsak Alloh ajr beramdi deb sahobalar bu hayron qoldi. Ey dimsin qarindoshlar, o'ylab baqinglar. Oy Allohga bergan tamoq, bergan kiyim, bergan uy, bolalarimiz yuzgan kiyim, bergan kiyim, bolalarni o'qitish uchun xarjlagan pul, bu hammasi jihad, Alloh yo'lida jihad qilgan puldim, jihad yo'lida xarjlagan puldim katta ajr bo'lsa, hatto bir yaqin qilsam ajr bu sahobalar hayron qoldi. Ey dedi Rasululloh, agar sen shu ayoling bilan emas, bir yot bilan zina qilsang harommi deb, harom deb degan, Allohning xalqini Alloh ajr beradi qarindoshlar. Shuning uchun dinimiz mana, dinimizda bir cheklanish, bir mahrumlik yo'q qarindoshlarimiz. Dinimiz bir narsani harom qilsa, bizga cheklasa, uning badiliga, o'rniga minglagan, 10 minglagan halol yo'lni ichib turdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun dinimizda mushunda to'y qil dedi. Savobga erish, ajrga erish, oila qur dedi. Uning aksicha, buning o'dmay zinoy, fohishlar bilan avratlarini ichib yurgan o'g'il qizlarimizga qanday jazo bo'lib bilamsizlar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mush arshi aloga chiqqan vaqtida ketib berish yo'lida mush zinoxo'rlarning ahvolini ko'rdi. Qarasa, bir tunudek bir yerda nurg'ulg'an, qip-yalang'och ayollar ash varang churung, qo'qon ash voy vajnalloh, voy tava deb shu yerda yurgan. Rasululloh bu manzarni ko'rib, yoqis tutib, "Ya Jibril, bular kimlar?" deb so'raganda, Jibril javob berib, "Bular zinoxo'rlar" degan. Rasululloh qarasa, bularning ostidan bir o'tning ushqundilar kelayotgan. Bu bichalar chuqqan so'ran silib, qichib, bu yerdan chiqtay desa, buning shakli tunudek bo'lgan, ash chiqtay deb ig'izga kelsa, yen o't buni sho'rab ichiga akirib qolgan. Mushundaq bir manzilni ko'rdi. Shuni Ibn Abbas radhiyallohu anhu odam o'ltirganlikdan qilib qolsa zinoxo'rlik harom degan. Qarindoshlar, zinoxo'rlik hammamiz bildigan bir zina, bu zina. Undan boshqa ko'z zinosi nomahram qarasak, til zinosi, shunday qahlarni qiz to'g'riliq, bu shunday qamlashmagan zino aloqalar gaplarni qilsak, ko'z zinosi, quloq zinosi, til zinosi, qo'l zinosi, put zinosi, hamma zina qarindoshlar. Bundan saqlanishning birdan biri Alloh subhanahu to'y qildi, hatto 4 kishi to'y qildi qarindoshlarimiz. Qudrating yetsa, sen shunga loyiq bo'lsang, iqtisodiy jihatdan, jismoniy jihatdan, ma'naviy jihatdan adil bo'lsang, hatto 4 kuch ol dedi. Lekin zinoni hammasini, mayli ko'z, quloq bo'lsin, mayli bevos cho'ng zina bo'lsin, hammani harom qildi dinimiz. Shuning uchun biz qarab boqaylik qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Biz butun yer sharida hamma narsani jup yaratdik deydi. Buningdan bu jup yarilish degan oyatdan ya insonlar dunyosi, ya hayvonlar dunyosi, ya o'simliklar dunyosi, ya mikroblar dunyosi, yoki zarrachalar dunyosi bo'ldi xolos. Hammasi jup-jup bo'lan qanday. Bu bir xil qonuniyat. Biz bu qonunga bo'ysungan vaqtida ham baxt, saodat yashay olamiz. Biz boshqa dinlarga qarab boqaylik qarindoshlar. Boshqa dinlarga qarasak,
Men şu muş haqda material ko'rish jarayonida Hristiyan dini, Bud dini, Budda dini, Ateşperest dini, Hindi dini, maş dillarning maş to'y qilish masalasiga qanday qaraydi desam, hammasi bir xil xatolik baqamiz. Qanday xatolik? Hamma dinda mushu bulupmu damul şu dinning mollari, taliblari, şu dini ibodat qilgan xizmat qilgan odamlarga asos jihatdan hammasi to'y qilish harom degan. Budparastlar rahiblar to'y qilish bo'lmaydi. Chunki to'yqonlik inson o'zini bulg'anlik. Bu rahiblar bevosita Alloh bilan aloqa qilgan odam, Alloh aloqa qilgan odam chuqur pok bo'lish kerak deb rahiblarni to'y qilib qo'ymagan. Xristian dinini o'zingni bilasizlar, rahiblarga, Xristian dinidagi cherkovlardagi, cherkovning xizmatini qilgan, o'zini maxsus ibodat atal ashlarga to'y qilishni harom qilgan. Aksicha gez jurnal o'qib bütün buzuqchilik, bütün kasal, bütün mush o'xshash jinsliklar mushu cherkovlardan ko'p chiqayotgan. Rasvochilik. 70 milyon odam ayishadigan bir cherkovning boshliq qanday qilsalar, ayishlarni to'y qildi. CNA'da buning xabarini ko'rdik. Taq bir necha kun burun ayna Ispaniyada bir cho'ng poptiki cho'ng amal va bir odamni amal deb tashladi. Nima qilsa bir ayishlarni to'y qildi. Demak, qarindoshlarimiz, dinimiz shu. Dinimiz bizni mushunda to'y qilsan katta ajr va dedi. Hindiston dinida qanday ekan desanglar, bir odam hayotida to'y qilsa, hayotida juyinmasa bu eng taqvo odam hisoblanadi ekan. Bu odam zot avliyo hisoblanadi ekan. Dinimiz shu pokizlik iymonning jumlasi dedi. To'y qilsang mushunda ajr va dedi. Allah subhanahu wa ta'ala mushuni anglagan qarindoshlarimizninki ya o'zi to'y qilishga aldirsin, ya boshqalarni to'y qilib qo'ysin qarindoshlar. Bu to'y qilish uchun cho'ng bino bo'lmasmi qarindoshlar, bir eg'izlik uy bo'lsa, mashinamiz bo'lmasa Alloh bergan putimiz bor, bir eg'izlik, bir axloqlik, bir bizga iyg'oqdak bir yigit bo'lsa, axloqlik, pokiz, iffetli qiz bo'lsa, yetadi qarindoshlarimiz. Rasulullohning davrida bir Julaybib deydigan sahoba bor edi. Bu sahoba o'zining bo'y paka, chiroyi sat, ham kambag'al sahoba edi. To'y qilanmay Rasululloh deb ketdi. Ya Rasululloh, men qiyomat kuni hur aynigo alami ya Rasululloh jannat kirsin debdi. Inshaalloh jannatdan olsam, mush dunyodan to'y qilsam, menga berib palonning qizini Rasululloh bersinday deb oldi de. Julaybib radhiyallohu anhu uyaga badi qardoshimiz. U oylik berib assalomu alaykum. Sizlarga Rasulullohning salomı bor. Rasululloh qizinglarni menga bersin dedi debdi. Otani sal dilg'ullab qopdi, qiznim dedi. Ey atanam bu dadam bilan dada bilan apa siz Rasululloh davatgan mu degan gapga dilg'ul bo'lamizlar. Darhol men bu yigitga beringlar deb to'y qildi qarindoshlar. Rasululloh bular duo qildi. Bular shundoq baxtli oila bo'ldi. Alloh pul mol berib boy bo'ldi. Şunun bilan jihadga chaqirilibdi. Julaybib radhiyallohu anhu birinchi bo'lib jihad qilib, jihad maydonida birinchi bo'lib shahid bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu Julaybibning beshini tizib qo'yib turib yig'lab ketdi qarindoshlar. Nim dedi? Julaybib mening bir parcham, men Julaybibning bir parchasi deb aytdi qarindoshlar. Rasululloh bak yaxshi ko'rdi bu odamni. Shuning bilan ma qiz Julaybib takkan qiz qanday bo'ldi desanglar qarindoshlar. Shundoq iddati to'shibdi. Ömer radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu el çok kirdi. Biz asab bu xadimni Julaybib radhiyallohu anhuga chiroyin demay, pul melin demay, Allah rizaligi uchun Allohning payg'ambarining gapiga unab tegibdi. Abu Bakr Umardak kishilar ishigida o'chirib turib, biz asaqgan bu xadimni degidak mush dunyoda ajrni ko'rdi. Shuning uchun qiz yigitlarimiz axloqliq, iymonliq bo'lsa, qizlarimiz iffetlik, hayolik, iymonliq bo'lsa, to'ylashimiz kerak, to'ylashtirishimiz kerak, moddiy va ma'naviy jihatdan ularga yordam qilishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.